Assalomu alaykum hammaga. Milliy sertifikat mock testimiz 1-15 savollar tahlilini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizga aytilyapti, birinchi misolda aytilyapti, mana shu nechta son 44 ga qoldiqsiz bo'linadi shu ko'rinishda. Demak, 44 ga bo'linishi uchun o'zi son 4 ga va 11 ga bo'linishi kerak. Xo'p, biz demak, birinchi 4 ga bo'linishini belgilab chiqishsak, 4a 2 20 bo'lsa bo'linadi oxiri. Oxirgi ikkita raqam bo'linishi kerak. 4a 24 bo'lsa 4 ga bo'linadi. 4a 28 bo'lsa bo'linadi. Endi 11 ga bo'linish qoidasini qo'yib chiqamiz. 11 ga bo'linish qoidasiga, demak, mana bu toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisi bilan juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisi 0 ayirmasi, keyin yig'indilarni ayirsak 0 chiqsa 11 ga bo'linadi. Demak, hozir bu 6 bo'lsa, bu ham 6 bo'lishi uchun a 6 bo'lishi kerak. Demak, 4620 degan son bo'lar ekan. Xo'p, mana bu 6, bu ham 6 ayrilsa 0 bo'ladi. Keyingisi. Xo'p, 4 ga 2 6, bu 2 ga 4 bo'lishi kerak. Demak, 4224. Shunda mana bu 6, bu ham 6 bo'ladi, bu ham bo'ladi. Ayirsak 0 ketadi. Keyingisi. Xo'p, 4 ga 2 6 bo'lyapti. Endi bu 8 ga qo'shsak 6 bo'lmaydi. Endi 11 ga bo'linadigan son hosil qilish kerak. 8 ga 9 ni qo'shsak, masalan, 17 bo'ladi. 17 dan 6 ni ayirsak 11, 11 ga bo'linadi. Demak, a ga 9 qo'yib yuborsak ham bo'lar ekan. 49 28 deb. Buni qo'shdik 6, buni qo'shdik 11, 11 dan 6 ni ayirdik, 11 bo'ldi. Unday holatda ham 11 ga bo'linadi. Demak, 3 ta shunday son bor ekan. Xo'p, ikkinchi misolga o'tamiz. Ikkinchi misol hisoblash kerak ekan. Buni ko'paytiradigan bo'lsak 0.009 bo'ladi. O'shanga qo'shamiz 0.891 ni 0 bo'ladi, bu ham 0 bo'ladi. Demak, bu 9 bo'ladi, 0. 0.9 qolgan ekan. 0.9 bo'lib qolsa, ana shuni 9 taqsim 10 deb yozib olsak, bo'lishimiz kerak ekan. Xo'p, bu 9 taqsim 4 ga plyusdan 3 taqsim 8 ko'paygan 1/6 ni 8 taqsim 5 deb yozib qo'yamiz. Ular qisqarib ketdi. Endi mana bu 9 taqsim 10 bo'luvni ko'paytiruvga aylantirsak 4 taqsim 9 plus 3 taqsim 5 bo'lib qoldi. 9 lar qisqarib ketdi. Xo'p, mana bu 0.4, bu esa 0.6. Ikkalasini qo'shsak 1 bo'lib qolar ekanda. 1 degan javob bo'lar ekan. Ikkinchi misolimiz javobi shunda A javob bo'lar ekan. Endi 3 ga o'tamiz. Bir oila oylik maoshining 60% ni oilaviy xarajatlar uchun. Xo'p, qolganining 30% ni omonat topshiradi va shundan so'ng 1.400.000 qoldi. O'sha oilaning oylik maoshi qancha? Demak, x so'm olsa, 60%, ya'ni 0.6x ni u xarajatlarga sarflaykan, xarajat. Qolgani deyapti-ku, qolgani x dan 0.6 ni ayirsak 0.4x qoladi. Bu qolgani bu. Qolganining 30% ni deyapti-ku. 0.4x da 30% ni topish uchun 0 uchun ko'paytiramiz. 0.12x ni sarflayapti omonatga. Omonat. Shundan keyin ham qancha qoldi desa 0.4 qoladi-ku. 0.4x dan 0.12x ni ayirib qo'ysam 0.28x bo'ldi. Ana shu 0.28x 1.400.000 so'm bo'lib qolgan ekan. 1.400.000 so'm. Xo'p, 1.400.000 ga demak 28 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, bu 5 million bo'ladi. Demak, daromadi 5 million so'm ekan. A javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi misol. Mashina o'rtacha tezligini 25% ga oshirib, ma'lum masofani rejalashtirilgan 1 soat 12 minut tezroq bosib o'tdi. Agar u tezligini 50% ga oshirganda, bu masofani demak qancha soatda bosib o'tar edi? Demak, o'zi masofasini bir vt tezlikda o'tmoqchi edi. Keyin u bunday qildi. Tezlikni 25% ga oshirdi. Tezlik v bo'lsa 1.25v dedik. Keyin t ni esa vaqtni 1 soatda 12 minut tezroq
vaqtdan ayrilyapti. 1 soat 12 minut degani 1 butun hop 60 dan 12 deganda soatga aylantiramizda buni. Tushunarli? Xo'p. Agar u deyapti tezligini 50% ga oshirganda 1,5 v qilganda 50% 150% bo'ladi-ku. Xo'p, t si qanday bo'laydi? Masalan, mana bu t bo'lsa, dastlab t bo'lgan bo'lsa, o'sha t dan yana nimadir bir qandaydir x ayrilib qolaydi-da. Shuni topishimiz kerak ekan. Xo'p, buni nima qilamiz? Buni nima qilib olamiz? Demak, rejadan 1 soat 12 minut 50% ga oshirganda bu masofani qanchada bosib o'tar edi? Buni ochib chiqib yo bir-biriga tenglaymizmi? Tenglasak foyda bormi? Foydasi bor ekan. Tenglaymiz bir-biriga. Demak, vt teng 1.25 nima deb yozamiz? 5 taqsim 4 deb yozamiz. 5 taqsim 4 v t minus mana bu 1 butun 5 dan 1 degani. 12 ga qisqartirib yuborsak, vlar qisqarib ketdi. Proporsiya qilib ko'paytirdik. 4 ni ko'paytirdik. 4 ta t teng bu tomonda 5 ta t minus 5 ta t minus bunga 5 ko'payadi, 6 bo'lib qoladi. Bu yerdan t ning 6 ligiga kelib chiqar ekan. T 6 ekan. T 6 ekan. Endi mana buni ham ishlaymiz. Shunga ham vt ni tenglab yuboramiz. Shunga ham vt ni tenglab yuboramiz. Vt teng 1,5 v 6 minus x deylik. 6 minus x deylik. Vlar ketdi yana. Xo'p, t ni o'rniga 6 qo'yib yuborganmiz. 6 teng ekan 1,5 ni ko'paytirib yuborsak 9 minus 1,5 x. 1,5 x'imiz 3 ga teng ekan, x teng 2 ga teng ekan. Demak, mana bu t dan 2 ayrilsa, bu 50% oshirgandagiz kelib chiqar ekanda. T 6 chiqadi, 6 dan 2 ni ayirsak 4 soatda demak bosib o'tar ekan. Xo'p, keyingi misol a berilgan, b berilgan. E'tibor bersak, a ga 1 ni hozir a ga b ni qo'shsak 1 ga teng bo'lyapti. Mana bu ikkalasini qo'shsak 1 ga teng bo'lyapti. Demak, biz shunday hozir a plus b larni hosil qilib o'rishimiz kerak. Bu bilan bundan ham bitta hosil qilib olamiz. Xo'p, birinchisi mana buni kub formulasidan yo'yamiz. A plus b ning kvadrati minusdan 3ab desak ham bo'ladi. Plus bunisini a plus b ning kvadrati minusdan 2ab deymiz. Plusdan 5ab plus 2 bo'lib qoldi. Endi a plus b 1 ga teng, 1 bo'lib ketdi ko'paytirilgan. Bu yerga ham 1 qo'ysak 1 minus 3ab qoldi. Bu 1 minus 2ab bo'lib qoldi. Plus 5ab plus 2. Ablar ketdi. Demak, 2 ga 2 ni qo'shib qo'ysak 4. Buni javob B javob bo'lar ekan. 5-misolimiz javobi. 6 ga o'tamiz. Demak, x darajasi a ga teng, x darajasi a ga teng degani shunda a ni topib olsak, masalan, a teng logaritm x asosga ko'ra 3 bo'lib qoladi. Bu yerdan b ni topib olsak, b teng logaritm 3 asosga ko'ra y ni kubi bo'lib qoladi. Xo'p, s teng logaritm y asosga ko'ra x ni 5-chisi bo'lib qoladi. Endi shular a b s larni ko'paytiramiz. A b s larni ko'paytirsak, logaritm x asosga ko'ra 3 ko'paygan. Mana bu 3 oldiga tushgandan keyin 3 logaritm 3 asosga ko'ra y ko'paygan. 5 oldiga tushgandan keyin logaritm y asosga ko'ra x bo'lib qoladi. Endi qaysilar ketadi? Ylar ketadi, xlar ketadi, 3lar ham ketadi. Logaritm natijada yo'qolib ketib, 3 kara 5 15 degan javob paydo bo'lib qoladi. C variant to'g'ri bo'ladi. 7-misol. Xo'p, 7-misolda aytilyapti, mana shuni hisoblang. X plus y berilgan, x y berilgan. Ochib chiqamiz. Kvadratlarni ochib chiqishga majbur ekanmiz. X kvadrat plusdan 2 ta
x taqsim y plus y kvadrat. Xo'p, bu y kvadrat plus ikkita y taqsim x plus mana y kvadrat emas, 1 taqsim y kvadrat mana bu. Mana shu xato yozdik, o'sha 1 taqsim y kvadrat. Bu yerda ham 1 taqsim x kvadrat. Xo'p. Nima qilamiz buni endi? Mana bu ikkalasini bitta yoyib yuboramiz. X plus y kvadrati minus 2 x y deb. Endi bu bilan bunga maxraj berib yuboramiz. Bu bilan bunga ham. Bunga x maxraj beramiz, bunga y maxraj beramiz. Xo'p, ikkalasida ham 2 bor. 2 chiqarib qo'ysak, x kvadrat plus y kvadrat taqsim xy bo'lib qoldi. Endi mana bu ikkalasiga maxraj berib yuboramiz. X kvadrat plus y kvadrat taqsim x kvadrat y kvadrat bo'lib qoldi. Xo'p, endi x kvadrat plus y kvadrat nimaga teng? Mana bu nimaga teng? Shu hammasini shuna qo'yib beramiz keyin. Demak, unga 4 qo'yib yuborsak, mana buni hisoblab olaylik-da. Hammasida bor ekan x kvadrat plus y kvadrat. Demak, bu x plus y kvadrati minus 2 x y ga teng edi. Buni o'rniga 4 qo'ysak 16 minus plus ketgan. Xo'p, 8 mi? Yo'q, 4 ekan, 4 uzr. 20 bo'lib qolar ekan, 20. Shu narsa 20 ga teng ekan. 20 ga. Yigirmaga endi joy-joyiga qo'yib chiqamiz. Xo'p, birinchisiga demak 20. Mana bu yerga qo'yib o'taylik. Mana bu 20 ni berdi. 20. Xo'p, mana bunga 20 qo'ysak, 2 ga ko'paytsak 40. 40 taqsim xy deyapti-da. Xy bizda minus 2 ga teng edi. Plus bu ham 20 ni berdi. Mana bu 2 ni minus 2 ni kvadrat 4 ni berdi. Bu minus 20 ketsa, 20 ni 4 ga bo'lsak 5 degan javob chiqar ekan. 7-chisining javobi 5. Xo'p, 8. Maxrajlarni irratsionaldan qutqarib qo'yishimiz kerak 8-misolda. Demak, irratsionaldan qutqarsak 6 iltizosida 7 plus 2 bo'ldi bu. Xo'p, bu 7 ayrilgan 4 bo'lib qoldi endi. 7 ayrilgan 4. 2 buni irratsionaldan qutqarsak 3 plus ildiz 7 bo'ldi. Xo'p, maxraji esa 9 minus 7 bo'ldi. 18 iltizosida 7 plus 1 bo'ldi. Plusliga ko'paysa, xo'p, bu 7 ayrilgan 1 bo'lib qoldi maxraji. Endi mana bu 2 bilan 3 bilan qisqarsa 2 qoldi. 2 ta ildizda 7 plus 4. Bu 2 bilan to'liq qisqardi. Plus 3 plus ildizda 7. Mana bu 6 bilan qisqarsa 3 qoldi. 3 ni ko'paytirsak minus 3 ildiz 7 minus 3. 3 bilan 3 ildiz 7'lari mana bular hammasi ketdi. 3 ta 3 ta. Natijada javob faqat 4 qoldi. Bu C variantida berilgan. 9-chisiga o'tamiz. Arifmetik progressiyalar demak mana shu 96 ga va mana shu 12 ga teng bo'lsa. Demak, mana bunda bosh bilan oxiri qo'shiladi. A1 ga A4n minus 3 taqsim 2 ko'paygan hadlar soni bo'ladi. Endi bu yerda nechta had bor? Bu yerda mana bu 4 ga bo'lganda bir qoladigan sonlar ketyapti. To'g'rimi? Qanday ketma-ketlik ketyapti o'ylasak bo'ladi. 4 ko'paygan 1 minus 3. 4 ko'paygan 2 minus 3. Ana shunday ketyapti ekan. Oxiri 4 ko'paygan n minus 3. n ta son bor ekan shu yerda. n ga ko'paytirib qo'yganmiz. Teng 96 ga tenglaymiz. Mana buni indekslar yig'indisiga e'tibor beradigan bo'lsak, 1 bilan 4n minus 3. Mana bu 4n minus 2 ni beradi. Demak, o'rniga 12 qo'yib yuboramiz. 12 taqsim 2 ko'paygan n teng 96.
Xo'p, bu 6 bo'ladi. 96 ni 6 ga bo'lib qo'ysak 16 degan javob chiqadi. C variantida berilgan. 10-misolga o'tamiz endi. 10-misol. X kamaychi geometrik proyeksiyaning dastlabki 3 ta xat yig'indisi 78 ga. B1, B2, B3 da aytyapti bizga 78 deb. Barcha xatlar yig'indisi B1 taqsim 1 minus quvni aytyapti. 81 ga. Maxraji, ya'ni bizdan quv so'ralyapti shu yerdan. Xo'p, buni nima deb yoyib olamiz buni? Buni yaxshisi S3 ga qo'yaylik yaxshisi. Demak, S3 nima edi? B1 1 minus quvning 3-chisi taqsim 1 minus quv. O'shani 78 ga teng debdi. Endi shu yerdan biz qaysini topib olamiz? Mana bu yerdan B1 topib olaylik qani. Bu yerdan B1 topib olsak, B1 teng 81 ko'paygan 1 minus quv. B1 o'rniga qo'yib yuboramiz. 81 ko'paygan 1 minus quv. B1 o'rniga qo'ydik. Keyin 1 minus quvning kubi ham bor. Taqsim 1 minus quv. Teng 78. 1 minus quvlar qisqarib ketdi. 81 da bu tomonga bo'luq o'tkazsak 1 minus quvning kubi teng 78 taqsim 81. Ayirib yuboradigan bo'lsak 1 dan 81 dan 78 3 taqsim 81 bo'lib qolgan ekan. Shundan quvning kubi teng 1 taqsim 27 bo'lib qolgan ekan. Quv teng 1 taqsim 3 bo'lib qolgan ekan. Bu bizda A variantida berilgan. Keyingisi hisoblang deyilyapti. 11-misol. 11-misolda demak, mana bu narsa hozir ikkita kvadrat a kvadrat b kvadrat 37 bir nimani qavs kvadrati berishyapti. Ko'paytmasi esa buni yarim bo'lish kerak 10 ildiz 3. Demak, buni qanday tanlasak bo'ladi? 5 bilan 2 ildiz 3 tanlaydigan bo'lsak, 5 ni kvadrati 25, buni kvadrati 12 37 ni beryapti ekan. Demak, buni 5 plus 2 ildizda 3 desak bo'ladi. Bunisi esa 2 ildizda 3 minus 5. Bu kvadratlar ayirmasi bilan minusligiga qarab qo'yadigan bo'lsak, 12 ayrilgan 25 minusdan 13. A javob to'g'ri bo'ladi 11-misolda. Xo'p, 12-misol. A ning qanday qiymatlarida? Mana shu parabola OX o'qidan yuqorida joylashgan. OX o'qidan yuqorida joylashgan degani o'shani ildizi yo'q, diskriminanti 0 dan kichkina degani. Mana bu shaklda. Diskriminant 0 dan kichkina deydigan bo'lsak, demak A ning kvadrati minus 4 ko'paygan 9 0 dan kichkina. Xo'p, A minus 12 yu A plus 12 bajarilami bu? 16 144 ana shunday. Demak, bu minus 12 bilan plus 12 ni orasi bo'lib qoladi-da. Orasi. Mana shu oraliqda demak eng katta son bu 11 bor ekanda. C javob to'g'ri bo'lgan. 12 ni o'zgarmaydi 11. Mana shu funksiyaning eng kichik butun qiymatini toping deb aytilyapti. Eng kichik butun qiymati. Xo'p. Funksiyaning eng kichik butun qiymati. Demak, funksiyaning eng kichik butun qiymati qayerda bo'ladi? Nollik nuqtalarda bo'ladi-da. Endi mana x kvadratning kichkina qiymati 0. Kattalashga ko'ra, lekin 0 qo'ysam, mana bu yer 0 ayrilgan 3 bo'lib, ildizni osti minus bo'lib qolyapti, mumkin emas. Demak, ildizning eng kichkina qiymatidan foydalansak-chi, u ham 0 bo'ladi. X minus 3 teng 0, x teng 3. 3 qo'yib yuboradigan bo'lsak, f3. 3 kvadrat 9 plus 3 plus 0. 12. Demak, eng kichkina qiymati 12 ga teng bo'lib qolar ekan. Keyingisi, mana shu tenglamaning ildizlari o'rta arifmetiki. Xo'p, demak, bir marta o'zlarini tenglaymiz. X plus 13 ni tenglaymiz 2x minus 7 ga. Minus x teng minusdan 20, x teng 20 chiqar ekan bitta ildizi. Ikkinchi ildizi manfiy ochamiz. X plus 13 teng minus 2x plus 7. Xo'p, bu 3x bo'ldi, bu tomon minus 6 bo'ldi, x teng minus 2 bo'ldi. Ildizlari 20 qo'shilgan minus 2 taqsim 2 o'rta arifmetiki 9 bo'lib qolar ekan. D variant 9 bo'lar ekan, 14 da D. 15-savol. Xo'p, uchlarni tashlab yuboramiz desak-a. Demak, 4x minus 2 minus x kvadratimiz teng x kvadrat minus 4 plus 8 dan. Xo'p.
Ana shu. Endi nima qilamiz buni? Buni nima qilamiz endi? Shart berib ochib ko'rishimiz kerak-da. To'g'rimi? Xo'p. Bu tomondan bitta minus chiqarsak, o'zi shuni berib qoladi. Bunday qilaylik, bu tomondan bitta minus chiqarib, x kvadrat minus 4x bo'lib qolar ekan. Buni keragi yo'q. Demak, shuni ishlaymiz. Bir marta musbat, bir marta manfiy ochamiz, keyin javoblarni tekshirib ko'raveramiz. Xo'p, musbat ochdik. 4x minus 2 minus x kvadrat x kvadrat minus 4 plus 8. Bir tomonga o'tkazdik. 2 ta x kvadrat. Xo'p, 4x bu yoqqa minus 4x o'tadi. Xo'p, mana bu plus 4 edi, plus 6 bo'ladi. Bu plus 4 edi, 2 6 bo'ladi. To'g'ri, 2 ga bo'lib beramiz. X kvadrat minus 2x plus 3 teng 0. Bu bo'sh to'plam. Buni ildizi yo'q. Endi modulni manfiy ochib ko'rsak. Modulni manfiy ochib ko'radigan bo'lsak. 4x minus 2 minus x kvadrat minus x kvadrat plus 4 plus 8. Modulni minus ochdik, bular ketdi. 4 ta x bo'lib qoldi. 12, 14 bo'lib qoldi. X teng 3,5. Minus ochganimda modulda ichi minus chiqish kerak edi. Lekin 3,5 da olib qo'ysam, 3,5 ni kvadrati bu necha bo'lyapti? 12, 25 bo'lyapti-da, bu musbat chiqib qoladi. Lekin manfiy chiqish kerak edi menga, manfiy chiqish kerak edi. Va bu ham yechim bo'la olmaydi, bo'sh to'plam. Umuman javobimiz bo'sh to'plamga teng bo'lib qolar ekan.